Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiya da size Rozi Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyalarımız mundak. Angliya başlamçı bulup Yaponiya bilen kelişim imzaladı. Cenubu Jungo denizide Jungo'ne çeklemekçi oldu. Mavzulu haber 1. ayın 28. günü Dovitor beti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Aeroplan ve avtomatçıları bilen Cenubi denizini çarlıqallığı toğrusıdı haber tarqalğandan keyin Angliya, yani Yaponiya bilen Aksa kelişimi imzalap Cenubi Jungo denizide Jungo'ne çeklemekçi oldu. Angliya, Yaponiya bilen kelişim imzalagan tünc Avrupa devletidir. Yaponiya İqtisad Füçorları gazeti 1. ayın 27. günü Yaponiya, Angliya, Aksa kelişimi toğrusu haber ilan kılıp mundaq ko'rsatdi. Angliya, Yaponiya iki devlet hükümetleri 1. ayın 26. günü Yaponiya qoğdunuş kısımları bilen Angliya armiyasının özara maddi buyumlarını almashtırış, yani özara maddi buyumlarını almashtırış mülazimet kelişimini imzaladı. Şundan keyin Angliya, Amerika, Avustraliya'dan keyin Yaponiya bilen Aksa kelişimi imzalagan 3. devlet yoki Yaponiya bilen kelişim imzalagan tunji Avrupa devleti bulup kaldı. Yaponiya, Angliya bilen bexatarlik kapaleti hamkorligini kuchaytirishni, shu orqali Janubiy dengizda tahdid solayotgan Jungo'ni cheklashni umid qiladi. Aksa kelişimi Yaponiyanın London'u turuşluq baş elçisi Wang Er bilen Angliyanın Tashqi ishlar vaziri Johnson o'rtasida imzolandı. Yaponiya hukumati bu qatimqi parlament yig'inida Aksa kelishimini ma'qullaydi, ya'ni parlamentning ma'qullashini o'tkazadi. Aksa kelishimi imzo qo'ygandan keyin Angliya, Yaponiya ikki davlat buningdan harbiy ishlarda hamkorlashib, buningdan keyin harbiy ishlarda hamkorlashib, mashq qilish, qutqizish, ofatlarda, qutqizish faoliyatlarida keçirilgan faoliyatlarda moddiy buyum bilan o'zaro qarish tarafni ta'minlaydi. Yiqilg'i va o'q dori bilan o'zaro ta'minlaydi. Ikki taraf yana to'shish, qo'g'dash, tibbiy yordam faoliyatlarida hamkorlashadi. Harbiy transportning to'shish saviyasini yuqori ko'tardi, ravonlashtirdi. Onundan başka Yaponiyanın bexatarligi ta'sir ko'rsatilgan muhim voqealarda Angliya bundan keyin Yaponiyaga orqsab mulozimati bilan xizmat qiladi. Bundan burun Angliya Janubiy dengizga aeroplan va avtomatga avatib charlash elib bordiganligini jakarlagan edi. Angliyaning Amerika turishliq bosh elchisi Jim Dallock 2016-yil 12 ayning 1-kuni mundaq ko'rsatgan. Hazır Yaponiyada ziyaretde buluvatkan deniz boruni harbiy aeroplanı Janubiy dengizden uçup ötüp Janubiy dengizden qatnash erkinligini qo'g'daydi deb ko'rsatgan. O yana şu ayda yana o'tgan yili 2020-yili vazifa o'tashga tushiriladigan avtomatga guruhi Janubiy dengizda charlash erib bordi deb ko'rsatgan. Jim Dallock Washington'da bir bilim hazinesinde yuqoridagi ifoda bildirganda Yaponiyanın Amerika turishliq bosh elchisi bu faoliyatga ishtirok qildi. Dallock mundaq ko'rsatgan. Angliyaning ko'plagan davlat mudofaasi o'xshashlar, davlat mudofaa kuchi o'xshashlar Tinch okeani rayonida rol o'ynaydi. Reuters naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Angliyada ikki dona avtomatning suv tushirilishiga ergishib, bizning davlat mudofaa kuchimizni o'stirishiga ergishib, Angliyaning avtomatkisi va davlat mudofaa kuchi cho'qim Tinch okean rayonida paydo bo'ladi. Dallock mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari navbatdagi hukumati bilan ve kelar qatimliq hukumat o'xshash maqsadga ega, ya'ni erkin qatnashni dengizda qo'g'daydi. Dengiz usti qatnashi, havo liniyasi qatnashining ravon bo'lishini saqlaydi deb ko'rsatgan. Dallock o'tgan yil 12 ayning 1-kuni so'zlayotdi. Shu vaqtga navbatdagi hukumat sobiq prezident Obama hukumati, endilikda hukumat prezident Trump hukumati. O'xshashlar.
Hava liniyasi deniz üstü qatnaşını ravan bo'lishini saqlaydi. Angliya bosh elchisining yuqorgi so'zlariga qarata Jungo tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang o'tgan yil 12 oyning 2 kuni muxbirlarga suhbat bayon qilib, bunda ko'rsatdi. Her qaysi davlatlarning xalqaro qonunlarga asosan Janubiy dengizda dengiz qatnashi va havo yo'llari qatnashidan bahramand bo'lsa bo'ladi. Bu jihatda har qaysi taraflarning o'rtasida ixtilof yo'q. Jungo va Janubiy dengiz atrofidagi har qaysi davlatlarning o'rtaq tirishchanligi ostida Janubiy dengizning qatnash erkinligida masala mavjud emas. Janubiy Jungo dengizining vaziyati yaxshi tarafga aktiv nishon qarab taraqqiy qilyapti. Aloqador davlatlarning rayondagi davlatlarning Janubiy dengizning muqimligini qo'g'dash orzularini hurmat qilib, tinchlik uchun tirishchanlik ko'rishni umid qilamiz. Bu pozitsiya Jungo'ning o'tgan yil 12 oyning 2 kunidagi pozitsiyasi, bugungi pozitsiyasi emas-ku. Endi vatandoshim ko'rib turibsizki, Yevropadagi Angliya tunji bo'lib Janubiy dengiz ishlariga yetib keldi degan gap. Bo'lib, Yaponiya bilan birlashib Angliya kelishim imzolab, Aksa kelishim imzolab, bu kelishim harbiy kelishim bo'ldi. Bu ikki davlat Osiyoda birlashib yoki Janubiy dengizda birlashib Jungoni cheklaydi degan gap bo'ldi.